Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar. Akalar, yangi proyekt boshladim. Mashq qo'shtiq, nar, Sharxonli akamizdan bugun oldim. Kaptar 5 soat 6 soat uchadi dedi. 4 ta 5 ta qattiq o'ynaydi, javob dedi. Javobga berdi. Tulovlar kelib bo'lgan, lekin qanotlar to'l bo'lgan. Ammo jussasi mana. Ko'rasizlar? Unaqa hay emas, lekin bo'y bor, stoka bor, kaltaroqda. Xullas, yangi proyektim shundayki, agar kim endi hamma o'z fikrini kommentga yozib bildirasizlar. Bozordan oldim buni 130 ming so'mga. Kim nech pul beradi bu kaptarga? Ammo bekorsiz emas, o'ta qattiq kaptar. Buni ushasiz ham bilinadi uchadiganligi. Endi bu holatiga uchmasa endi bu kaptarlar anaqada, birov baxmaydi-ku. Qattiq uchadigan, ko'zi toza. Ko'zi o'ta go'zal. Jiyaylari ham zo'r. Mana. Ammo nar, ammo jussasi kichikroq, kaltaroq kaptar. Lekin yaxshi modaga qo'shsanglar chiqaradi. Kaptarda 4 ta 5 ta o'ynaydi dedi. Keyin uchovi ham hozirga dedi, hozirgi kunga 3 soat uchyapti, 2 soat 3 soat dedi, lekin 5 soat ham uchgan kaptar dedi. Paypoq o'sadi, lekin paypoq aniq o'sadi, chunki sinib yotibdi paypoq. Xullas, shu proyektimni anaqasi shuki, kim nech pulga ko'taradi? Chunki bu kaptarni men endi qayga o'sam chiqarib beraman, dastavka qilib, o'shunaqa xizmatlari bor-da. Endi menga o'shuning uchun kim qancha beradi? Bir o'zlari narxi didinglarda aytinglarchi, didinglarda narxinglarda kim qanchaga tortadi? Agar bo'laveradi, shunaqa qilavering desanglar, shunaqa kuchli kaptarlarni olib kelib qo'yaman. Bugun ham bir juftto bermadi-da. Xullas, vashi yorvoradi, uyga boring uchirib beraman deb Sharxonli aka ekan, u ham endi bu yoqqa borib kelgan vaqti yo'q. Keyin bermodi, olmadim. Lekin mash kaptar o'sa qattiq ekan. Buni ham Sharxonlilardan oldim. Mana mash qo'shtiq. Ammo kaptar go'zal. Lekin shu aybi kichkina. Lekin o'ta chiroyli. Ko'zi toza, konkret ko'zlari, tumshuqlari ko'karib yotib ko'ryapsizlar, ko'k tumshuq. Prosta buni kattaroq modaga qo'shish kerak, bolasini olish kerak. Buni piskunimdan ham kichkina bo'lib qolyapti. Menimcha kaltaroq, ammo piskunim o'ta bo'la chiqqanda. Buni Elyor akamga berib yuboryapmiz. Farg'onali akamiz Sovurtepaga ketadi. Sovurtepada uchadi, xudo xolasa. Xullas, kimdadir katta moda bo'lsa, qiziqsanglar, nomerimni yozib qo'yaman. Telegramdan yozinglar akalar. Kimga kerak bo'lsa shunlar. Ammo 130 ga oldim. Endi pulga qiziqtirib olaman deydi, o'shunaqalar bo'lsa yozaverasizlar akalar. Ular shunaqa zo'rlarni olib kelib qo'yaman. Olib kelishga harakat qilaman akalar.